telefon yoki Instagram, Telegram va TikTok degan tushunchalar yo'q. Va qo'lingizga kitobni olyapsiz yoki qanaqadir dars o'qiyapsiz. Va siz e'tibor va diqqatingizni 1 soat yoki 2 soat eng kamida qaratgan, 1 soat yoki 2 soat qaratgan holatda siz o'zingiz ishingizni bemalol qilyapsiz. Va bang, hozirgi holatingiz bilan solishtiryapsiz. Sizda umuman fokus qaratish qiyinlashgan yoki biror bir ishni qilgan umuman siz sabr toqatingiz yetmaydi. Juda ham oddiy ishlar bilan, masalan, kitob o'qish. Kitob o'qimoqchi bo'lasiz, har doim siz shu kitob o'qishga o'zingizni majburlaysiz, lekin siz yarim soat yoki undan ortiq vaqt umuman kitob o'qiy olmaysiz. Tabriklayman, sizda dunyo aholisini juda ko'p odamlarda kuzatilayotgan brain rot kasalligi bilan brain rotga chalingansiz. Brain rot o'zi nima? Brain rot ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilganda miyaning chirishi. O'z aslida u kasallik bo'lishi kerak edi, lekin hozirgi zamonda juda ham oddiy, yengil dopamin qabul qilish, juda ham ko'p scrolling videolar, reels, shorts yoki TikTok videolarni ko'rish orqasidan kelib chiqyapti. Oldin yoshi katta bo'lgan odamlarda shunaqa brain rot degan kasallik bo'lardi, miyani chirib yoki qanaqadir kasallanishi bo'lardi. Xo'p, brain rot o'zi nimalardan kelib chiqadi? Brain rot birinchi o'rinda juda ham ko'p vaqt davomida, ya'ni 1 yil, 2 yil davomida siz tinmasdan shu Instagram, Telegram yoki YouTube shortslarini ko'rib, miyangizda yengil dopamin o'rgatib qo'ygansiz. Masalan, kitob o'qish og'ir dopamin beradi. Kitobni 1 soat, 2 soat o'qiysiz, lekin oz miqdorda dopamin olasiz. Lekin o'sha 1 soat kitob o'qish o'rniga 1 soat TikTok reels ko'rsangiz, miyangizga dopamin sig'may ketadi va miyangiz erinchoq bo'lib qoladi va qanaqadir ishlarda, o'sha og'ir ishlarni qilishni yoqtirmay qo'yadi. O'sha fokus qarata olmaysiz birinchi o'rinda va ikkinchi o'rinda siz umuman kitob o'qish yoki qanaqadir shug'ullanish va tabiiy dunyodan uzilib qolasiz va umuman shu doom scrolling, zamonaviy tilda bilan aytganda doom scrolling, ya'ni narkomanga o'xshab shu reelslarga o'rganib qolasiz.